Tanlovda janjal ko'targan qiz koinot go'zali bo'ldi. Koinot go'zali xalqaro go'zallik tanlovining g'olibi meksikalik Fatima Bash bo'ldi. Dunyoning eng go'zal qiziga tojni Koinot go'zali 2024 unvoni sohibasi daniyalik Victoria Telvik topshirdi. Fatimaning bo'yi 1,74 m, yoshi 25 da. U Ibero Amerika universitetida kiyim dizayni va moda bo'yicha bakalavr darajasini olgan. Bundan avval Koinot go'zali 2025 finali arafasida katta janjal yuz berganda. Tayyorgarlik tadbirlari paytida tanlov tashkilotchilaridan biri tailandlik tadbirkor Navat Itsaragdisil Fatima Bashni homiylik fotosessiyasida qatnashmagani uchun tanqid qilib, uni ahmoq deb haqoratlagan. Bash bilan bo'lgan tortishuv tufayli tadbirkor uni binodan chiqarib yuborish uchun qo'riqchilarni chaqiradi. Natijada birdamlik belgisi sifatida yana bir nechta ishtirokchi qizlar ham binoni tark etishadi. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.